Davom etamiz. Yurtimizning har bir hududi o'zining san'ati, madaniyati bilan ajralib turadi. Lazgi Xorazm madaniyatining ajralmas bir qismi. 2019-yilda UNESCOning nomoddiy merosiga kiritilgan ushbu qadimiy raqs butun dunyoni zabt etishda davom etmoqda. Ko'hna Xorazmda 3-xalqaro Lazgi raqs festivali tashkil etildi. Hozir shu haqda. Oqshom tushgach, qadimiy Xivaning Ichon qal'asi yanada o'zgacha joziba kasb etdi. Asrlar qa'ridan sado berib turgan devorlar oralab yana lazgi, yana kuy qo'shib jarangladi. Biroq bu safar boshqacha. Xorazm lazgisi nodir asar sifatida 2019-yilda UNESCOning insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro'yxatidan munosib joy egalladi va xalqaro miqyosda tobora yuksak qadr-qimmat kasb etib bormoqda. Afsonaviy Xiva shahrida 3-xalqaro Lazgi raqs festivali tashkil etildi. Ushbu festival dunyoning 30 dan ziyod mamlakatlardan kelgan 300 dan ortiq ishtirokchilarni, qolaversa bu joyga jam bo'lgan o'zbekistonlik, xorazmlik san'at ustalari, shuningdek butun jamoatchilikni birlashtirdi. Anjuman avvalida yo'llangan prezident Shavkat Mirziyoyevning qatnashchilarga tabrigi ham barchaga katta xursandchilik bag'ishladi. Muhtaram yurtboshimiz o'zlarining tabriklarida Lazgi bezavol, benazir san'at turi ekanligini, u mumtoz bir obida qadar yuksak ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidladilar va darhaqiqat raqs aynan Lazgi nafaqat bu harakatlar majmuasi, balki unda insoniyatning tafakkuri, ruhiyati juda go'zal bir uyg'un holda o'zini namoyon etadi. Prezidentimiz tabrigida ta'kidlanganidek, Lazgi xalqaro raqs festivali yurtimizning madaniy diplomatiyasida muhim o'rin tutadigan strategik platformadir. Bugungi mana shu go'zal tadbirda Xorazm vohasiga bo'lgan, san'atimizga bo'lgan e'tibor mujassam bo'lgandek go'yo bugungi kungacha yetib kelgan go'zal mana shu Lazgi raqsimizni qaytadan mana shu sahnada jonlanishini butun dunyoga ko'rsatyapmiz mana. Xalqimiz ardog'idagi san'atkorlar, estradamizning yorqin yulduzlari ishtirokidagi konsert dasturi yig'ilganlarga chinakamiga bayram shukuhini ulashdi. Eslatib o'tamiz, mazkur festival joriy yilning 30-apreliga qadar davom etadi. Salomat Rija va Asqar Sultonov, Xorazm yoshlar.